نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli gezizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlıq kitabını huzuruna sunumuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي منيا فملء الكون أسراح. Peygamber aleyhisselam'ın sırrını açmalı. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu'dan rivayet kılınudu ki o mundaq deydi. Ömer radiyallahu anhu'nun kızı Hafsa, Hunays ibn Huzafa as-Sahmi'nin ayali idi. O kişi Peygamber aleyhisselam'ın sahabelerden bulup Medine'de vefat bolgan. O vefat bolgandan keyin Hafsa tul qalgan vaqtda Ömer ibn Xattab mundaq deydi. Osman ibn Affan'ın yeniga kelib, onundan Hafsani nikohiga elishini talab qildim. Osman, ben o'ylanib baqay dedi. Bir necha kun o'tgandan keyin men bilan uchrashib, hozircha to'y qilmaslik qaroriga keldim dedi. Ömer aytdi. Ondan Abu Bakr Siddiq bilan uchrashib, agar xohlasang sana Ömerning qizi Hafsani elib beray dedim. Abu Bakr bana hech narsa javob qaytarmadi. Mening Abu Bakrga Osmondan bakrak ochchig'im kelgan edi. Men bir necha kun o'tkazgandan keyin Hafsaga Payg'ambar alayhissalom talab qo'ydi. Men Hafsani Payg'ambar alayhissalomga nikohlab berdim. Keyin Abu Bakr menga uchrab, balkim sen menga Hafsani tanlagan va men javob qaytarmagan vaqtda menga ochchig'im kelgandi dedi. Men ha dedim. U sen menden talab qilgan ishda boshqa to'salg'u yo'q edi. Faqatla men Payg'ambar alayhissalomning Hafsaning gapini qilganligini bilatdim. Men Payg'ambar alayhissalomning sirini ochmaydim. Agar Payg'ambar alayhissalom Hafsani nikohiga elishni tark etgan bo'lsa, uni qabul qiladim dedi. Abu Bakrning Alloh yo'lida chiqim qilishini ta'riflab Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Mening nazarimda Abu Bakrdanmi katta yaxshilik qilgan kishi yo'q. U menga meli va jini bilan yordam berdi va qizini menga nikohlab berdi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Bizga yaxshilik qilgan kishining mukofotini berdi. Abu Bakr buningdan mustasno. Uning bizga qilgan yaxshiligining mukofotini Alloh qiyomat kuni beradi. Menga hech kimning meli Abu Bakrning meli foyda bergandek foyda bermadi. Agar yaqin do'st tutsam edim, Abu Bakrni yaqin do'st tutatdim. Bilinglarki, sizlarning hamrohinglar Allohning yaqin do'stidir. Hisham ibn Urva otasidan rivoyat qilib mundaq deydi. Abu Bakr musulmon bo'lganda uning 40 ming dinar puli bor edi. Abu Bakr bu pullarni Alloh yo'lida sarf qildi. Alloh uchun azoblanayotgan 7 kishini ozod qildi. Ular Bilal, Amir ibn Fuhayr, Sanir, Dahdiya va uning qizi, Bani Muammal qabilasining deriki va Umma Abis radiyallohu anhular qatorliqlar edi. Aisha radiyallohu anhadan rivoyat qilinudiki, u mundaq deydi. Abu Bakr Payg'ambar alayhissalomga 40 ming dirhamni chiqim qilgan edi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Alloh taolo mundaq deydi. Paklanish uchun mol mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan eng taqvo odam uningdan yana o'tdan yiroq qilinadi. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Parvardigorining roziligi uchundir. U yana ihson qilguvchi odam Parvardigorning bergan mukofotidan chuqur rozi bo'ladi. Imom Qurtubi mundaq deydi. Ko'pincha mufassirlarning so'zicha yuqorqi oyatlar Abu Bakr radiyallohu anhu to'g'risida tushgan. Qaysi fazilat? Bu fazilatdan katta. Bu medaldanmi qimmatli qaysi medal bo'lsin? Ibn Abbas radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi. Mushriklar Bilal radiyallohu anhuni qiynaydi. Bilal, Alloh bir deydi. Uning yenidan Payg'ambar alayhissalom o'tib ketib edi. Jigani Allah seni qutuldirdi dedi. Andın Abu Bakr'ga,
Bilal Allah uchun azoblanyotidi dedi. Abu Bakr payg'ambar alayhissalomning maqsadini tushunib uyga berib bir ratil oltinni oldi. Ondan oltinni Bilalning xo'jayiniga Umayya ibn Xalabning yeniga elib berib, Bilalni menga satamsan dedi. Umayya ma'qul dedi. Abu Bakr Bilalni setib olib ozod qilyapti. Mushriklar Abu Bakr Bilalni uningga qilgan yaxshiliqqa bo'lg'achqa, yaxshilikqa javob qaytarish uchun ozod qildi deyishdi. Shuning bilan Alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qildi. Uning qilgan yaxshiliqi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Parvardigorning roziligi uchundir. U yana ihson qilguvchi odam Parvardigorning bergan mukofotidan chuqur rozi bo'ladi. Ya'ni fat yaqinda uningga jannat, u rozi bo'ladigan narsalar beradi. Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bizning xo'jamizdir, o'lgimizdir. U bizning xo'jamizdir, o'lgimizdir. Ya'ni Bilalni ozod qildi. Abu Bakr Alloh uchun melini berdi. Allohni yaxshi ko'rganlik uchun Bilalni ozod qildi. U payg'ambar alayhissalomga hamma fazli marhamati bilan yordam berdi. Payg'ambar alayhissalomga yo'q demasdan ovoz qo'shdi. Agar dengiz uning ba'zi fazilatlarini yezishni maqsad qilgan bo'lsa edi, yolg'iz iloh uningdan ho'llikni qoldirmagan bo'lardi. Umar ibn Xattobdan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom bizni sadiqa qilishga buyurdi. Bu mening qo'limda melim bor vaqtda to'g'ri keldi. Agar men Abu Bakrdan o'tib ketmoqchi bo'lsam, bugun o'tib ketaman dedim. Shuning bilan melimning yerimini elib keldim. Payg'ambar alayhissalom, "Oilangga nima qoldirding?" dedi. "Shuning o'qishini" dedi. U mundoq deydi. Keyin Abu Bakr o'zining hamma narsasini elib keldi. Payg'ambar alayhissalom unga, "Oilangga nima qoldirding ey Abu Bakr?" dedi. U, "Ularga Alloh va Allohning payg'ambarini qoldirdim" dedi. "Men hech narsada mangu sendan o'tib ketolmaydi ekanman" dedi. Allohning do'sti payg'ambar alayhissalom Abu Bakrning kibrini inkor qiladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom, kimki takabburlik qilib kiyimini so'rab uzun kiysa, Alloh uningga qiyomat kuni qaramaydi dedi. Abu Bakr, mening kiyimimning ikki tarafining birisini pat-pat yo'qlab turmasamni so'rilib qoladi dedi. Payg'ambar alayhissalom, sen takabburlik qilib unda qilmaysan dedi. Abu Bakr doim har bir yaxshilikni qilish uchun oldiraydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom, sizlardan kim bugun ro'zador holatda tong otqizdi dedi. Abu Bakr, men dedi. Payg'ambar alayhissalom, sizlardan kim bugun jinoza namoziga qatnashdi dedi. Abu Bakr, men dedi. Payg'ambar alayhissalom, sizlardan kim bugun miskinga tomoq berdi dedi. Abu Bakr, men dedi. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, kimda yuqorqi ishlar jamlansa jannatga kiradi dedi. Abu Bakr Muzaynidan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Muhammad alayhissalomning sahobalaridan ro'za va namoz bilan ortiq bo'lmadi, lekin u qalbida urilashgan narsa bilan ortiq bo'ldi. İbrahim mundoq deydi. Bana yetken xabarda İbn Ehliya bu hadisning keynida mundoq degan. Abu Bakrning qalbidagi narsa Allohni yaxshi ko'rish va Allohning maxluqotlariga samimiy bo'lish edi. Onun İsra ve Mi'raj qissidagi katta maydoni. İsra ve Mi'raj safari yuz berganda mushriklar Abu Bakrning yeniga kelib uningga, "Sening hamrohing o'tgan kecha Masjidil Aqsoga opirilganligini da'vo qilyotdi. Biz u yerga berish uchun to'liq bir oy safar qilib, tugularning jigarlarini parchalab o'tamiz" dedi. Abu Bakr, "Agar u shundoq degan bo'lsa, rost aytibdi" dedi. Yana bir rivoyatda Siddiq oldirabla tasdiqladi va aytdiki, "Men uning atigan kechda osmondan bergan xabarlarini tasdiqlayman-u, Baytul Muqaddas haqida bergan xabarlarini tasdiqlamayman-mu?" Aytilishicha, Abu Bakr Isro va Mi'raj vaqasidan tortib Siddiq deb atalgan. Chunki payg'ambar alayhissalom Isro vaqasi bo'lgan kechasi Jibril alayhissalom uning bilan monganda, "Menga qavmim ishonmaydi" dedi. Onunğa Cibril aleyhisselam, "Sana Abu Bakr işinidu,
u Siddiq dedi. Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhu qasam qilib turib, haqiqatan Allah Abu Bakrning Siddiq ismini osmondan tushirgan deydi. Uning muborak hijrat kechisidagi katta maydoni. Biz ko'p ishlarni unutib qolsaqmi, uning muborak hijrat kechisidagi katta maydonini hargiz unutib qolmaymiz. Quraysh mutuvarlari Darun Nadvaga yig'ilib payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qaror qilishdi. Aisha radiyallohu anha mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom shu kunlarda Makkada edi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga: "Menga sizlarning hijrat qiladigan yurtinglar ko'rsatildi. U ikki soy o'tirisidagi xo'rmiliq zamindir" dedi. Shuning bilan Madina tarafga hijrat qilganlar hijrat qildi. Habashistonga hijrat qilganlarning ko'pinchisi Madinaga qaytib keldi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu Madinaga hijrat qilishga tayyor bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom unga: "Oldirmag'in. Men hijratga ruxsat berilishini umid qilaman" dedi. Abu Bakr: "Ota-onam sana pido bo'lsin. Senmi shuni umid qilyapsan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha" dedi. Shuning bilan Abu Bakr o'zining Allohning payg'ambariga hamroh bo'lish uchun to'xtab turdi. U ikki ulug'iga kauchuk narxining yuparmanqini berib 4 oy boqdi. Qurayshlarning payg'ambar alayhissalomni o'ldirish haqidagi vahshiy qarori planlangan vaqtda payg'ambar alayhissalomga Jibril alayhissalom tushib, Qurayshlarning maslahatidan xabar qildi va Alloh uningga Makkadan chiqib ketishga ruxsat qilganligini xabar qildi. Uningga: "Bu kecha ilgirki yotgan ko'rpada yotma" dedi va payg'ambar alayhissalomga hijrat vaqtini bekitib berdi. Payg'ambar alayhissalom hijrat bosqichlarini planlash uchun havo intayin issiq vaqtda Abu Bakrning yeniga bordi. Aisha mundoq deydi: "Dal tush bo'lganda Abu Bakrning uyida o'ltirdi. Biraylar payg'ambar alayhissalom niqoblangan holda biz tarafga kelmaydigan bir vaqt kelyotdi" dedi. Abu Bakr: "Ota-onam uning uchun fido bo'lsin. Alloh bilan qasamki, u bunday vaqtda chuqur biror ish uchun keldi" dedi. Aisha radiyallohu anha mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom kelib uyga kirishga ruxsat so'radi. Uningga ruxsat berildi. U kirdi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga: "Yanındagi kishilarni chiqarmatgin" dedi. Abu Bakr: "Otamning barobar desa, ular haqiqatan sening oila a'zolaring, ey Allohning elchisi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Menga chiqib ketishga ruxsat berildi" dedi. Abu Bakr: "Ey Allohning elchisi, otamning barobar desa, sana hamroh bo'lishim uchun keldimmi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha" dedi. Abu Bakr: "Ey Allohning elchisi, otamning barobar desa, bu ikki uloqning birini olg'in" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Pulga" dedi. Aisha radiyallohu anha mundoq deydi: "Shuning bilan biz u ikkilarni eng tez holatda tayyorladik va ular uchun to'limga uzuq-tuluk soldik. Abu Bakrning qizi Asma balbag'ini ikkiga parchalab, uning bir parchasi bilan to'limning og'zini chekdi. Shu sababdan Asma qo'sh balbog'liq ayol deb ataldi." Payg'ambar alayhissalom Qurayshlarni qaymoqtirish uchun Ali ibn Abu Talibni payg'ambar alayhissalom uxlaganda kiyadigan to'nini kiyib va uningda o'rinib payg'ambar alayhissalomning yotadigan o'rnida uxlashga buyurdi. Kechining bir qismida kuzatchilar, ya'ni Qurayshlar g'aflatda qolgan vaqtda payg'ambar alayhissalom uydan astag'ina sug'urilib chiqib Abu Bakrning uyiga bordi. U ikkalan Abu Bakrning hovlisining orqa tarafidagi kichik eshikdan chiqib, Savr g'origa taqdir oxirgi elchilikning o'rnini va mukammal madaniyatning kelgusini topshirgan g'origa bordi. Ishlar u ikkalan urunlashtirgan bo'yicha davomlashdi. Abu Bakr o'g'li Abdullahning kishilar u ikkalan to'g'riliq nimalarni deyishayotganligini uqib kelishgan. Ondan kech bo'lganda kelib u ikkalanga shu kuni nima ishlarning bo'lganligini xabar qilishga buyurdi. Ozod kardisi Amir ibn Fuhayrni bo'lsa kunduzi qo'ylarni biqib, kech bo'lganda qo'ylarni elib g'origa, ya'ni u ikkalanning yoniga kelishga buyurdi. Abu Bakrning o'g'li Abdullah Qurayshlarning orasida yurib, ularning nimalarni maslahatlashayotganligi va payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr to'g'risida nimalarni deyishayotganligini aniqladi. Kech bo'lganda kelib u ikkalanga bilginini so'zlab berdi. Amir ibn Fuhayr Makkalik podshohlarning orasida bo'ladi.
Kech bo'lganda Abu Bakrning qo'ylarini u ikkalarning yeniga elib keladi. U ikkalar qo'ylarni sig'ib ichadi, bo'g'izlab yeydi. Atigini Abdullah ularning yenidan Makkaga qaytadi. Amir ibn Fuhayra uning keynida qo'ylarni haydab izini o'chiradi. Ana shular xuddi odatdagi zururiyatlar yuklagandek voyaga yetgan ehtiyotdir. Makka mushriklari muhojirlarning keynidan qo'g'lab chiqib, yo'llarni kuzatishga, har bir qochqili bo'ladigan joylarni tekshirishga, Makkaning tog'lari va g'orlarini oqtirishga boshladi. Hattoki ular shu holatda Savr g'origa yaqin joyga yetib bordi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu ularning yanada shipirlayotgan iz qo'g'lovchilarning tuturiga qarab jim turdi. Abu Bakr radhiyallohu anhuni qo'rqinish bosdi. U payg'ambar alayhissalomga pichirlab, agar ularning biri putining ostiga qarasalar bizni ko'rib qoladi dedi. Payg'ambar alayhissalom, ey Abu Bakr, uchinchisi Alloh bo'lgan ikki kishi haqida qanday o'ylaysan dedi. Men bilan birga Abu Bakrning hijrat jarayonida payg'ambar alayhissalom bilan qanday holatda bo'lganligi va payg'ambar alayhissalom haqida qanday ensirganligini o'ylab beqinglar. Abul Qasim al-Aghavi ibn Abu Mulkadan rivoyat qiluvdiki, payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr chiqib Savr g'origa borgan vaqtda Abu Bakr birdan payg'ambar alayhissalomning oldiga, birdan keyniga o'tishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom uningdan sababini so'raganda, u agar keyningdan tursam, oldingdan dushman kelib qilishidan qo'rqaman. Oldingda tursam, keyningdan kelib qilishidan qo'rqaman dedi. Payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr g'orga yetib borganda, Abu Bakr, Alloh bilan qasamki, men sendan burun g'orga kirmaguncha sen kirmagin. Agar g'orda ziyondosh narsa bo'lsa, sana ziyon yetmay, menga yetsin dedi. Ondan g'orni supurdi va g'orning bir tarafida to'shiklarning borligini ko'rib, ishtini bilan to'shiklarni atdi. To'shiklardan ikkisi eshib qolgan edi. Ikki putini ikki to'shiklarga tiqdi. Ondan payg'ambar alayhissalomga kirgin dedi. Payg'ambar alayhissalom kirib, beshini Abu Bakrning quchqida qo'yib uxlab qoldi. Abu Bakrning putini to'shikdan bir narsa chiqib oldi. U payg'ambar alayhissalomning uyg'onib ketishidan qo'rqib, qimir qilmay turdi. Uning yoshlari payg'ambar alayhissalomning yuziga tushdi. Payg'ambar alayhissalom, ey Abu Bakr, sana nima bo'ldi dedi. Abu Bakr, meni bir narsa chiqib oldi. Ota-onam sana fido bo'lsin dedi. Payg'ambar alayhissalom tukurib qo'ygan edi. U his qilgan og'riq yo'qolib ketdi. Mana mushundaq Abu Bakr radhiyallohu anhu do'sti payg'ambar alayhissalom uchun jinini, melini va o'zi ega bo'lgan hamma narsani fido qilishni orzu qiladi. Mana bu Allohning payg'ambariga bo'lgan yaxshi ko'rishning mukammalligidir. Shak shubhasizki, Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom bilan 100 obro yoki vazirlikni deb emas, faqatla Allohning yuzini ko'rishni talab qilib chiqdi. U g'orning sirtida mushriklarning qilishlarini, uni kutib turayotganligini aniq biladi. Shundoq tursa-mu payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lish sharafiga erishish uchun chiqdi. Umar aytdi: Abu Bakrning bir kechisi Umarning oilasidan yaxshi. Yana u g'ordagi kechini demoqchi edi. Hijrat menga unutilmaydigan katta bir voqeadir. U faqat bir davlatdan yana bir davlatga kechish emas, musulmonlar uchun Allohning dini mustahkamlanadigan davlat qurish uchun besilgan bir qadamdir. Abu Bakrning Makkadan Madinaga qilgan hijratida payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lishdan iborat katta shon sharafga erishganligiga muborak bo'lsin. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالي.